Endi bu shogirdlar bu yerda to'planganlar hammasi bizni qo'shiqlarimizni bittadan aytganlar ham bor, aytmagan ham bor, lekin eshitganlar bor. Bu qo'shiqni yaratilganiga ancha yil bo'lgan. 2 yil avval muqimiy, ya'ni Qo'qondagi o'sha institut yigitlari, qizlari to'plandi, o'sha yerda bir kecha qildik. Shu yerda aytib berganman bu qo'shiqni. Men qarasam, mana bir ikkita shogirdlarim bu ashulani so'zini olib, boshqa bitta ashulani muzikasi olib aytayotgan ekan. Xatolarni eshitib. Shuning uchun mana qurilgan imoratni buzib bo'lmaydi. Shogirdlar agar shuni qiladigan bo'lsa, bu shogirddan biz voz kechamiz. Ishi yurishmay qoladi keyin. Shuning uchun buzmaslikka harakat qilib, o'zini aytishga harakat qilish kerak. Ma'murakalarda ashulasini hammasini aytadi. Bitani yozibda ashulasini hammasini aytadi. Ularning hurmatidan, buzib qo'yishdan qo'rqib aytmasin. Shuning uchun shogirdlar sizlarga maslahat, shu ulug' zotlardan haligi qurilgan imoratlar bor. Mana ko'z oldingizga keltiring. Misrdagi o'sha hali mana qurilgan imoratlar bor, qadimgi zamondagi. Piramida deysizlar sizlar. O'shani yoniga bitta bunaqa imorat qurib bo'ladimi? Yo ayvon qilib bo'ladimi bunga? Yo boshqa qilib bo'ladimi? Ko'z oldingizga keltiring. Shuning uchun qo'shiqlarda ham o'zini egasi bor. U birovni farzandiday narsa. Uni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Bir ikki marta aytdim bu yigitlarga, yaxshi qilmadinglar dedim. Menimcha bu ham yetib bormadi shekilli. O'sha Qo'qonda bu ashulani aytganimda birinchi aytilishda hamma student qo'shilib aytgan. Shu ashulani aytib beray, Hazrat Amir Alisher Navoiy 9 yoshida yozgan g'azali bu. Uni Hazrat Lutfi pirlarimiz, pir ustozlaridan biri Hazrat Lutfi, u yoshda 80dan oshgan, 90ga yetib qolgan odam edi. Pir mana bu mashqini ko'rib bering desa ko'ribdi. Voh! Qani endi shu g'azalga butun shuncha yil yozgan g'azalimni almashtirardim degan ekanlar. Shuning uchun shuni aytib bera qo'yay sizlarga.